Sakkizinchi savol. Ushbu grafikdan foydalanib moddaning 30 gradusdagi agregat holati qanday bo'lishini aniqlang deyilyapti. E'tibor beramiz, grafikda tushuntirib o'taman. Yuqoriga strilka bu harorat kelvinda ifodalanyapti. Bu yoqqa o'ng tomonga ketadigan strilkada esa moddalarni agregat holatlari ifodalanyapti. Ya'ni qattiq, gaz, suyuq hamda gaz holati. Bu yerda 30 gradus beryapti. E'tibor beramiz. Bu yerda esa temperatura kelvinda ifodalanyapti. E'tibor beringlar. Demak, 30 gradusni biz kelvinga aylantirishimiz kerak. 30 gradusni qiymati 273 ga qo'shadigan bo'lsak, 303 kelvin bo'ladi. Demak, hozir biz 303 kelvin, ya'ni mana bu holatda, taxminan shu holatda moddani agregat holatini topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun o'sha ikkita nuqtani, kesishma nuqtani tutashtiramiz. Endi sizlarga yanada osonroq bo'lishi uchun ruchkada ifodalash ham mumkin yoki mana bunaqa shaklda ifodalash ham mumkin. Mana e'tibor bersanglar, taxminan 300 gradusdan sal oshirdim hamda bu tomonini mana shu nuqtaga olib kelib qo'ydim. O'shanda e'tibor bersanglar, moddani agregat holati gaz holatga to'g'ri kelyapti. Demak, javobimiz A javob ekan. Bu yerda xato ketib qolgan. E'tibor beringlar, masala o'zi to'g'ri ishlangan. Demak, A javob to'g'ri javob ekan.